Bugun sizni bir bor yo'qlab qo'yay dedim. Sog'ligingiz, ishlaringiz bilay dedim. Ona bo'lib, opa bo'lib, singil bo'lib, ro'zadorim, ahvolingiz so'ray dedim. Rahmat, mag'firat oyi mohi Ramazon, do'zaxdan panoh oyi mohi Ramazon, 12 oy sultoni shohi Ramazon, ro'zadorim, ahvolingiz so'ray dedim. Ro'zg'oringiz butmi, yo'qmi kamu ko'sti, rizqingizni so'rab duo qilay do'stim. Taningiz sog', ishlaringiz ham durustmi, ro'zadorim, ahvolingiz so'ray dedim. Charchoq yo'qmi? Bermayman bundayin savol. Ro'za charchash emas, balki tanga mador. Yig'ayapsiz oxiratga zaxiralar, ro'zadorim, ahvolingiz so'ray dedim. Baraka yog'ilib turgan saharlikda, farishtalar mehmon bo'lgan iftorlikda, qadr kechasi yashiringan 10 kunlikda, ro'zadorim, ahvolingiz so'ray dedim. Uyqudan voz kechib tunlar ibodatda, kunduzlari qo'lda Qur'on tilovatda, bunga albat mukofot bor qiyomatda, ro'zadorim, ahvolingiz so'ray dedim. Birov bilib, birov bilmas ihson qilib, bu oyga zeb bermoqdasiz zakot berib. Yetim, bemor, nochorlardan xabar olib, ro'zadorim, ahvolingiz so'ray dedim. Yo'qdir g'iybat, uyat so'zlar, so'kish qarg'ish, yo'qdir dilozorlik, janjal, gunoh urish, nafslarni isloh qilib qo'ymasdan bo'sh, ro'zadorim, ahvolingiz so'ray dedim. Bu oy ko'plab duo qiling, unga yetar. Farishtalar duolarni darhol ertar. Inshaalloh sizni beshak rayyon kutar, ro'zadorim, ahvolingiz so'ray dedim. Haqqingizga duo qilay, siz amin deng. Kelasi yil Makkada iftorlik qiling. Masjidul ul haramda duolar o'qib, Baytullohga qarab zamzam suvini iching, ro'zadorim, ahvolingiz so'ray dedim. Ona bo'lib, opa bo'lib, singil bo'lib, ro'zadorim, sizdan xabar olay dedim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.